Raqobatchingiz siz bilan deyarli bir xil mahsulot sotadi. Sifati ham deyarli bir xil, narxi ham bir xil. Mahsulotlar bitta ishni, bitta vazifani bajaradi. Lekin raqobatchingizda savdo yuradi, sizda esa yo'q. Yoki boshqa shahardagi xuddi siznikidek biznes egasi sizdan 10 barobar ko'p pul topadi. Yoki oldin juda yaxshi sotilgan mahsulotingiz bugun hech kimga qiziq emas. Oldin odamlar navbat turardi, bugun esa zo'rg'a sotyapsiz. Ko'pchilik bu holatda reklamani ayblaydi. Kimdir SMMchilarni, kimdir narxni, kimdir bozorni, kimdir mijozlarni odatlarini ayblaydi. Aslida esa ba'zida muammo umuman boshqa joyda bo'ladi. Mahsulotning umri, davri tugayotgan yoki tugagan bo'ladi. Umr davri bu nima deyishingiz mumkin? Aynan bugungi mavzumiz shu haqda bo'ladi. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, bu video sizga foydali bo'ladi, sababi bu termin tadbirkorlar bilishi muhim bo'lgan terminlardan biri. Bugun men aynan shu haqida gapirmoqchiman. Product life cycle. Bugungi mavzumiz shu haqida. Bu mavzu o'zi juda oddiy, har bir holatda har bir qisqacha strategiyalar bor. Videomizda buni tushuntiramiz. Bu marketingdagi eng muhim tushunchalardan biri. Ya'ni aynan hozir aytganimdek, tadbirkor bilishi kerak bo'lgan eng muhim tushunchalardan biri va eng qizig'i, ko'p tadbirkor mahsulotni o'zi sotadigan, ishlatadigan mahsulotni qaysi bosqichda ekani haqida yaxshi tushunchaga ega emas yoki har bir bosqichdagi strategiyalar haqida tushunchaga ega emas. Bunaqa holatlar atrofimizda juda ko'p, o'zim shaxsan juda ko'p uchrataman. Aslida har bir mahsulot odatda 4 ta bosqichdan o'tadi. Bular kirish, o'sish, yetuklik va so'nish bosqichlari. Ya'ni davrlar deyish ham mumkin. Yana bitta juda muhim joyni aytib o'tmoqchiman. Har bir mahsulot bu bosqichlardan turli tezlikda o'tadi. Ya'ni masalan, kiyimlar trendi 1 yilgacha bo'ladi, har mavsumda trendlar yangilanadi. Ya'ni oddiy qilib aytganda, o'sha futbolkamiz ham 6-12 oy atrofida trendda bo'ladi. Telefon modellari asosan iPhone'lar 1 yil trendda bo'ladi. Sentyabrda yangi model chiqqan payt, o'tgan yil sentyabrda chiqqan yangi model darrogina eski modelga aylanadi. Mashina modeli ham shunday. 1 yil, 2 yil, maksimal 3 yil trendda bo'ladi, toki restyling yoki undan yaxshiroq model chiqqancha. Lekin ayrim dorilar esa 20 yillab, 50 yillab ham sotilishi mumkin. Masalan, o'sha paracetamol biz biladigan dori, paracetamol 1950-yildan beri umuman tibbiyotda to'laqonli ishlatiladi. Ya'ni bu yerdagi mantiq, har bitta mahsulotning umri bir xil emas. Shu yerda bir muhim narsani ham aytib o'tmoqchiman. Industriya va mahsulotni adashtirmaslik kerak bo'ladi. Industriya da masalan kirish davrida boshqacha strategiyalar, masalan kirish qiyin bo'ladi, yetuklik davrida sizni umuman boshqalar kiritishmaydi, mahsulotda esa aksincha bo'ladi. Yangi mahsulotni bozorga olib kirish davrida kuchli marketing bilan chiqarasiz. O'sishda foyda boshlanadi. Yetuklikda esa marketingsiz ham sotiladi. Lekin to'xtab qolish mumkin emas. Pastda o'sha videomizda hozir videomiz davomida to'liqroq tushuntirishga harakat qilaman. Hozirda O'zbekistonda asosiy sohalar hali o'sish yoki kirish davrida, yetuklik davrida yetishmagan. Bizneslarga kirish uchun eng ideal davr aynan hozir. Video nima haqida? Bu videoda men har bir bosqichni qisqacha bo'lsa ham tushuntirib berishga harakat qilganman, ya'ni 4 ta bosqichlar. Kirish, o'sish, yetuklik va so'nish bosqichlari. Boshladik. Bizda aynan birinchi bosqichimiz bu kirish davri bo'ladi. Mahsulotni bozorga kirish davri. Bu mahsulot endi bozorga chiqqan vaqt bo'ladi. Eng qiyin bosqich ham aynan kirish davri hisoblanadi. Eng xarajat ko'p bosqich ham aynan kirish davrida bo'ladi. Sababi odamlar hali mahsulotni tanimaydi. Hamma ham yangi chiqqan mahsulot bilan qiziqsa ham tez sotib olishmaydi. Bu bosqich reklamaga eng ko'p pul tikiladigan bosqich, kontent ham eng ko'p. Shu bosqichda qilinishi kerak, bozorga mahsulot ham bu bosqichda yaxshi tushuntirilishi kerak. Oddiy qilib aytganda, pul kam, ish esa ko'p. Harakat ko'p davri. Bu davrni men samolyot uchishiga o'xshataman. Samolyot uchish vaqtida eng ko'p yoqilg'i iste'mol qiladi, ya'ni sarf qiladi. Eng ko'p sarf aynan uchish davrida, sabab dvigatellar eng maksimal kuchida uchish paytida ishlaydi.
Samolyot ma'lum balandlikka ko'tarib olgandan keyin sarf anchagina xarajati samolyotni tushadi. Kirish davrida ko'p harakatda savdo pastroq bo'ladi. Ya'ni ish ko'p harakat qilinadi, savdo esa past bo'ladi. Daromad ham shunga yarasha. Sababi asosiy maqsad foyda qilish emas, odamlarga mahsulotni tanitish asosiy maqsad va strategiya bo'ladi. Ko'pchilik aynan shu joyda sinadi. Yangi biznes boshlaganlar odatda birinchi yilda shu sababli yopiladi. Boshidagi davrni yashab bera olmaganligi uchun. Bunga yo byudjetlari yoki sabrlari yetishmaydi. Mahsulot yurmayapti deb o'ylaydi. Aslida esa odamlar hali ishonmagan yoki tanimagan bo'ladi. Ya'ni o'sha davrni o'tkazishmagan bo'ladi. Birinchi AirPods chiqqan paytda misol tariqasida ko'pchilik kulishigan, simsiz quloqchin yoki masalan o'sha naushnik tushib ketadi deb aytishgan. Bugun esa bu oddiy narsaga aylandi. Mana bu kirish davri edi. Bu bosqichdagi eng muhim strategiya esingizdan chiqarmang, bu to'xtamaslik va sabrli bo'lish. Chunki bu yerda sabr qilganlar keyingi bosqichga o'tishadi. Keyin ikkinchi bosqich boshlanadi, bu esa o'sish davri. Mana shu eng yoqimli bosqich. Bu bosqichga qilingan mehnatdan birinchi samaralar ko'rinishni boshlaydi. Odamlar mahsulotni taniy boshlashadi. Talab mahsulotga asta-sekin oshadi. Savdo tezlashib qoladi. Endi oldingidek ko'p tushuntirish kerak bo'lmaydi. Sababi odamlar bu mahsulotni tanidi, bir-biriga tavsiya qilishni boshlashadi. Daromad sekin-asta ko'payishni boshlaydi. Marketing esa osonlashadi. Endi oldingidek, ya'ni kirish davridagidek agressiv marketing kerak emas. Sababi samolyot kerakli balandlikka yaqinlashdi. Endi tekstilni olsa ham bo'ladi. Masalan, Dubay shokoladini eslang. Bir payt internetda birdan trend bo'ldi. Hamma ola boshladi, hamma o'sha shokoladni gapira boshladi. Mana shu ularni eng o'sish davri bo'ldi. Bu bosqichda eng katta xato odamlar mahsulot doim shunday sotiladi deb o'ylashi. Aslida bu vaqtinchalik eng shunchaki qulay davr bo'ladi. Bu davr juda ham tez tugaydi. Odatda yetuklik davri yo uzoq davom etib qoladi, yo tez tugaydi. Ya'ni o'sish davridan keyin keladigan yetuklik davri ham tez tugab qoladi. Dubay shokoladidagi misolga olsak, birdaniga o'sib, yetuklikka yetib, so'nish davri boshlandi. Hozir o'zingizga savol bering. So'nggi 2 yilda bozoringiz kattalashyaptimi yoki siz bir xil mijoz uchun boshqalar bilan urushyapsizmi? Ya'ni bitta mijoz uchun. Yoki siz o'syapsizmi yoki endi o'sish qiyinlashib qoldimi? Bu savolga javobni aniq sezasiz. Sizda javob bor. Bu yerdagi eng muhim strategiya, ya'ni o'sish davridagi eng muhim strategiyalarimizdan biri bu tez rivojlanish. Tempni tushirmaslik, qo'shimcha qilinishi kerak bo'lgan ishlar bu brendni kuchaytirish bo'ladi, bozorni yaxshiroq qismini egallash va mijoz bazasini kattalashtirish ham bo'ladi. Ya'ni fursatdan shunchaki foydalanib qolish kerak o'sish davrida. Chunki keyingi bosqich qattiqroq bo'ladi va keyin mahsulot yetuklik davriga yetib keladi. Mahsulotning yetuklik davrida haqida gapirib bersak agar, bu davrda mahsulot eng o'zini mashhur nuqtasiga maksimal potensialiga chiqadi. Tabiiyki, savdo ham yaxshilanadi. Ko'proq odamlar bu mahsulotni endi taniy boshlashadi. Bu davrning eng ajoyib tomoni harakatlar minimal bo'ladi yetuklik davrida, lekin daromad va natija juda ham katta bo'ladi. Eng katta foyda, eng ko'p sotuv shu davrda bo'ladi. Sababi esa mahsulot allaqachon bozorda o'z joyini olib bo'lgan bo'ladi. Lekin aynan shu joy xavfli. Sababi ko'pchilik endi doim savdomiz, sotuvlarimiz, ishimiz shunday davom etadi. Bu hech qachon tugamaydi deb o'ylaydi. Chunki bu davr deyarli harakatsiz natija beradi. Sizdan menimcha bo'lgan maksimal darajada ko'p pul topgan vaqtlaringiz deyarli katta harakatlar qilmagansiz. Aslida esa aynan shu yerda keyingi mahsulotni tayyorlash kerak bo'ladi. Buni sizga oddiy tilda tushuntiraman. iPhone yangi modelini sentyabrda chiqarsa, keyingi modelini tayyorlashni oldinroq boshlagan bo'ladi. Sentyabrda chiqqan yangi modeldan keyin dekabrda yana yangi modelini, yanvar-dekabr oylarida dizaynini o'zi Apple kompaniyasi sizdirishni boshlaydi. Bu uning shunaqa strategiyasi, shunaqa politikasi, o'sha siyosati, bu o'zini mahsulotni o'zi eskirtirishini anglatadi. Agar kompaniya bunday yo'l tutmasa, boshqa kompaniyaga bu ishni qilishga yo'l ochib beradi. Masalan, iPhone
Agar Apple o'z mahsulotini o'zi eskirtirib, hozir aytganimizdek yangisini chiqarmaganida, buni boshqa kompaniya misol tariqasida bitta Xitoy kompaniyasi desak, bu qilgan bo'lar edi. Sababi bu iPhone'dan keyingi yilda yangiroq mahsulot ishlab chiqarib qo'yadi va avtomatik ravishda o'sha iPhone eskiradi. Avtokonsernlar ham shu tartibda ishlaydi. O'zini modelini o'zi eskirtiradi. Shu sababli restyling degan narsa paydo bo'lgan. Chunki odamlarning tabiatida bu narsa bor, insoniyat doim yangilik qidirishni yaxshi ko'radi. Shu sabab kuchli kompaniyalar yetuklik davrida uxlamaydi va keyingi oxirgi bosqich albatta keladi. Bu esa mahsulotning eng oxirgi umr davri, so'nish davri. Bu yerda mahsulot oldingidek qiziq bo'lmay qoladi. Mahsulotga sekin asta talab kamayadi, trend o'tadi, savdo pasayadi. Bir vaqtlar bu mahsulot uchun navbatda turishgan edilar. Endi esa bu shunchaki odamlarga kerak emas. Odamlar boshqa narsaga o'tadi. Masalan, spinner esingizdami? Sega o'yin pristavkalarichi, DVD disklar, kassetalar, kasseta magnitofonlari, bir vaqtlar hamma navbatda turib olishgan, hamma orzu qilgan mahsulot. Hamma buni sevgan. Keyin birdaniga yo'q bo'lib ketgan. Sababi zamon rivojlangan, yangi texnologiyalar chiqqan. Bu normal holat. Bu g'ayrioddiy narsa emas. Hamma narsa vaqtincha, hamma narsani davri bor. Buni shunchaki tushunib qabul qilish kerak bo'ladi. Xuddi odam umriga o'xshaydi. Bir payt energiya, yoshlik bo'ladi, o'sish, yuqori tezlik, harakat, drive bo'ladi. Keyin esa tabiiy ravishda inson qarashni boshlaydi, energiya pasayish boshlanadi, mahsulotlarda ham deyarli xuddi shu jarayonlar bo'ladi. Tarixda bu kabi holatlarda juda ko'p misollar bor, ya'ni mahsulotlar eskirishi, bozorga kirish holatlarida. Masalan, Kodak plyonkalari esingizdami? Bir vaqtlar dunyodagi eng kuchli foto lenta kompaniyalaridan biri edi. Lekin dunyo raqamli kameraga o'tdi. Keyin telefon kamerasiga o'tdi. Kodak esa eski mahsulotlariga juda bog'lanib qoldi, ya'ni yangiliklar orqasidan yurmadi. Shu sabab bu kompaniya 1-2 yil ichida yopilib, o'sha brend yo'qolib ketdi. Natijada shunchaki bozor o'zgardi, mahsulotlar o'zgardi, odamlar o'zgardi, Kodak esa nimagadir o'zgarmasdan qoldi. Yoki Nokia telefonlarini eslasak, juda ko'p qilinadigan misol, dunyoda eng ko'p sotilgan telefon edi. Bir vaqtlar milliardlab dona bir yilda sotgan, lekin yangi texnologiyalarga kech moslashgani sababli bozor boshqa kompaniyalarga yo'l ochib berdi. Boshqa kompaniyalar kirib, o'sha vaqtda yaxshigina rivojlanib olishdi. Mashina bozorini hozir ko'rsangiz agar, Tesla chiqishidan oldin ko'pchilik elektromobil chiqishini bilgan, lekin ishonishmagan. Oldin hamma benzinli mashinada ishlab chiqartirib yurishardi, ya'ni benzin mashina ishlab chiqarilgan va benzin mashina faqat xarid qilingan. Bugun esa elektromobil bozori kattalashyapti. Hozir kimdan so'ramasangiz, asosan bizda odamlar elektromobil olishni xohlashadi. Yoki oldin odamlar disk va kasseta ijaraga olardi, esingizda bo'lsa, kinolarni ko'rish uchun. Hozir shunchaki Netflix bor, yoki YouTube bor, yo boshqa o'sha tarmoqlar bor, kirib xohlagan o'sha kontentni ko'rish mumkin. Bu bitta mahsulot ikkinchi mahsulotga o'z davrini bo'shatib, o'sha almashtirib berishidek bo'ladi. Bu juda katta qoidalardan biri. Mahsulotlar doim o'zgarib turadi, ya'ni kompaniyalar doim mahsulotlarni yangilab turishi kerak. Trend ham o'zgaradi, odamlar ham doim o'zgarib turadi. Aniqroq ularning tanlovi va odatlari o'zgaradi. Va eng katta xatolardan biri eski ishlagan narsalarga haddan tashqari bog'lanib qolish. Ya'ni bir vaqtlar ma'lum tovarni yaxshi sotganda va shu tovarda doimiy aksent qilish. Hattoki sizning mahsulotingiz zo'r sotilayotgan bo'lsa ham, foydangiz yaxshi bo'lsa ham, bozorda kuchli joyingiz bo'lsa ham, pozitsiyangiz zo'r bo'lsa ham, mijozingiz ko'p bo'lsa ham, bu doim shunday qolmaydi. Buni biling. Shu sabab kuchli kompaniyalar bitta mahsulotga yopishib olishmaydi. Ular doimiy yangi mahsulotlar ishlab chiqarishadi. Eng qo'rqinchlisi nima bilasizmi? So'nish davriga kirgan biznes eng ko'p energiya talab qiladi. Ya'ni bu eng ko'p energiya talab qilinadigan biznes bo'ladi. Ya'ni bu juda ham ko'p kuch ketadi. Eng ko'p pul, eng ko'p harakat, eng ko'p resurslar aynan so'nish davrida kelgan paytda jalb qilinadi. Ya'ni qancha pul tikmasangiz ham kichkinagina, kamgina mijoz olasiz. Eng katta muammo esa so'nish davrida tadbirkor ertaga yaxshi bo'lar degan umid bilan yashashi. Qanaqadir umidlar bilan yashashi. Umid esa strategiya emas. Ular har doim yangi mahsulot yaratadi. Doim keyingi trendni qidiradi. Doim o'zini yangilaydi. Aslida marketingdagi eng muhim
skilllardan, ya'ni qobiliyatlardan biri mahsulotingiz hozir qaysi bosqichda ekanini tushunish. Videomiz ham shu haqida edi. Chunki strategiya ham shunga qarab o'zgaradi. Kirish davrida ko'proq harakat, ko'proq reklama kerak. O'sish davrida esa barqarorlik, ya'ni stabilnost zarur. Yetuklik davrida, ya'ni cho'qqiga chiqqan paytda foydani yig'ib olish va yangi mahsulotga tayyorgarlik ko'rish, investitsiya qilish kerak. Ideal yangi mahsulotni kirish yoki o'sish davriga olib o'tish kerak. Ya'ni qaysidir mahsulotni tayyorlab, ideal darajaga yetkazib olib o'tish kerak. So'nishda esa xarajatlarni kamaytirib, so'nayotgan mahsulotga ko'p fokus qaratmaslik kerak. Ko'p tadbirkorlar aynan shu joyda xato qilishadi. So'nayotgan mahsulotdan o'sish kutadi yoki endi kirgan mahsulotdan tez foyda olishni kutadi. Aslida esa har bir mahsulotning o'z vaqti bo'ladi. Va eng kuchli bizneslar davrini hammadan oldin tushungan bizneslar bo'ladi. Ya'ni davrlarni tushungan bizneslar bo'ladi. Bu yerda men hamma biznesni yopib tashlang demayapman, lekin agar rostdan ham zo'rg'a kun ko'rayotgan bo'lsangiz, balki muammo sizda emasdir. Balki siz shunchaki noto'g'ri davrda, noto'g'ri mahsulotni ushlab turibsiz. O'zingizga shunchaki savol bering, savdo sohasida bo'lsangiz, nechta mahsulotingiz so'nish davrida, ya'ni do'koningizdagi assortimentdan necha foiz mahsulotingiz so'nish davrida bo'ladi. Muammo ular ishlamay qolgani emas. Muammo bozor shunchaki bosqichi o'zgargan bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizga qanaqadir insight oldingiz deb o'ylayman. Vaqtingizga rozi bo'ling. Agar videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, shunchaki bitta like bosib qo'ysangiz xursand bo'lamiz. Bu bizni rivojlanishimiz uchun albatta zarur. E'tiboringiz uchun rahmat.